Yana bitta oshxona mebelimizni ustanovka qilib o'rnatib berdik. Bu oshxona mebelimizni shunaqangi vaziyat bo'ldiki, uy egalari ketish kerak edi. Qisqa muddat ichida qilib berishimiz kerak edi. Biz ishimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Albatta, ko'nglim to'ldi. Necha kunda qilib 2 berdik? kun ichida ham zakazini olishdi, ham ko'rib ketishdi. Bolalardan ko'nglingiz to'q, ishingizdan rozisiz. Rahmat katta. Zakasizdan. Albatta. Rahmat sizga Rahmat katta. sizga ham.